Kombinat bozorida konditsionerlar narxlari bilan sizlarni birma-bir tanishtirib o'tiramiz. Konditsionerlarning narxlari bilan sizlarni birma-bir tanishtirib o'taman. Xudo xolasa biz hozir o'zimizning do'konimiz Kombinat bozoridamiz. Bitta-bitta endi narxlarni ko'rsatib chiqamiz. Birinchi bo'lib boshlaydigan modelimiz bu Zifler brendiniki. Bu ancha ekonomik model bo'ladi. Narxlari ham ancha byudjetli chiqadi. 12 talik 135 voltdan tepasiga bemalol ishlayveradi. Tentlar bilan jihozlangan. Asosan buni o'zi aslida 36 kvadratgacha moslashtirilgan deb yozilgan, lekin men 20-25 kvadratli joylarga tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi qolgan konditsionerlarga nisbatan ozgina feni kichkinaroq, lekin narxi byudjetli ancha, sifati ham yaxshi, 3 yil garantiyalari bilan qilib beramiz. Trubkalari ham mis bo'ladi. Xizmatidan muammo yo'q, xudo xolasa. Keyingi modelimizga keladigan bo'lsak, bu hamma hozir sevib ishlatayotgan brendlardan bittasi Seventech brendiniki bo'ladi. Seventech brendini bu Gold seriyasiga mansub bo'lgan shunaqa moshni dizaynli varianti. Bularda ham tentlari bor. Buni bemalol 40 kvadratgacha ishlatsalar ham bo'laveradi. Isib sovutishlardan muammo yo'q. Glavnisi 10 yil garantiya berilishida. 10 yil garantiya berilyapti. Demak, yomon bo'lmasa kerak deb o'ylayman, lekin men o'zim sinovdan o'tkazdim. Klientlarimga, uyimga, tanish bilishlarimga berdim. Ishlashlaridan muammo yo'q. Ichlari mis, antikorroziyaga moslashtirilgan. Glavnisi buni xullas 10 yil garantiyasi borda. Shu tomonlari ancha sizga qo'l keladi. Sifatidan muammo yo'q. Inverterli isitish tenti bor, Wi-Fi'lari ham bor ekan, xudo xolasa past kuchli ishlaveradi. Xo'p, keyingi modelimiz Immer brendiniki. Immer brendini Toshiba kompressorli, bu ham byudjetli variant, xuddi Ziflerga o'xshagan. Xo'p, inverter motorli, DC inverter. Sifatidan muammo yo'q, buni ham Toshiba kompressorli. Buni ham maksimal 30 kvadratgacha, 25-30 kvadratgacha qo'ysalar ham bo'laveradi. Byudjetli variant. Xizmati zo'r. Ichlari ham buni mis, xizmatidan muammo yo'q. Isitish sovutishlari, hamma yo'llari bor, qo'shimcha tentlar bilan jihozlangan. Xo'p, bularda narxiga keladigan bo'lsak, Ziflerda bu modelni 3.200.000 ming so'm, bu variantimizni xudo xolasa 3.800.000 ming so'mdan qilib beryapti. Seventech'nikini. Ziflerda bizda mana bu varianti ham bor. Bu feni kattaroq bo'ladi buni ham. Xo'p, bular narxini 3.400.000 ming so'mdan sotyapti. Oxiri 3.250.000 ming so'mdan qilib beryapti. Hozirgi kunda sotilish narxidan ham yana 150 ming so'm arzonroq qilib beryapti, xudo xolasa. Immer brendimizni bu variantini 3.200.000 mingdan qilib beramiz, xudo xolasa. Immer brendi shunaqangi moshni modeli bor. Endi men sizga bitta boshqacha kadr qilib ko'rsatib beraman, xudo xolasa. Bu qanaqa desam bo'ladi? O'ta injiq odamlar uchun, tozalikda allergik kasalligi bor, misol bolasi yoki yosh kattasi bor xonadonlarga mashhur konditsionerni tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim. 12 talik juda ham premium klassdagi konditsioner, Immer brendiniki. Immer o'zi qoyil qoldirib yuboryapti shu kunlarda. Xo'p, tozalashga oson, eng qizig'i bo'ladi, fresh air funksiyasi bor. Bu nima qilib beradi desalar, havo tozalab beradi. Naqalari ham bor, changlarni ham yutib ishlab beradi, xudo xolasa. Ozgina adashib ketyapman. Xafa bo'lmaysizlar. Bular full DC inverter bo'ladi. Qolgan konditsionerlardan farqi, bular 50% to'kda ham ekonom qilib beradi. Wi-Fi bor. Hop, smart funksiyalari bor, xudo xolasa. Juda airflow sistema, turbo cooling, olish kerak, ishlatish kerak, xolos. Bu konditsioner mana degan katta brendlarda ham yo'q, lekin bunaqa funksiya men chista sizlarga tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim. Bitta narsani ham esdan chiqarmanglar, ko'pchilik negativlar ham yozishyapti. U brend bunaqa, bu brend bunaqa. Hamma narsa texnika zoti borki, puliga yarasha bo'ladi. Misol uchun tushirganda siz qisqacha 10 millionga bitiradigan ishingizni borib 5 millionga bitirib ola olmaysiz. O'shaning uchun ham hammasi puliga yarasha bo'ladi akalar. Xo'p, keyingi modelimiz bu Seventech brendini Platinum oilasiga mansub modelimiz. Bu oma moshnidan ham moshni, juda ham boshqacha. Buni ham o'zining dunyosi bor. Fenini kattaligi 1 metrdan o'tadi yo 1 metr atrofida. Bu ham ichlari golden fen, tentlari bor, sifati yaxshi, Wi-Fi feniga e'tibor berib qo'yinglar. Eng qizig'ini aytaymi? Bularda hozir 12 talik konditsionerlari juda ham ko'payib ketdi. Misol feni kichkina chiqadi, oldingi 9 taliklarga o'xshab chiqyapti. Aniqroq aytganda dokumentda 12 talik xolos, lekin bu chista 18 talikda ham o'rnini bosib oladigan varianti, chunki juda ham moshli qilib ishlangan. Ponni xizmatlari 10 yil garantiya servislari agregatorligi. Xo'p, buni narxi bu $400 dan chiqyapti, $380 beryapmiz Immerda.
Где-то $400 bo'lsa 4 million 600 4,5 million atrofida chiqib qoladi. Aniq esimda yo'q, so'mga pichib beramiz chiroyli qilib. Bu variantimiz ham xuddi shunaqa narxda 4 million 600 ming. Menimcha o'ylaymanki, brendga qiziqmasalaring, marketing qurboni bo'lmasalaring, mana shu variantlar juda ham zo'r, chunki bunda bor funksiya, bunda bor kачество, bunda bor misol tentlar ancha-muncha brendda yo'q. Full DC inverter bu ham xizmatidan muammo yo'q xudo xolasa. Endi byudjetli variant, kattaroq razmerda hali konditsioner so'raganlar uchun Zifler brendining konditsionerini olib kelib berganman. Xudo xolasa ishlashdan umuman muammo yo'q. Buni ham 18 taligi narxini 5 million so'm, 4 million 900 mingdan 4 million 800 mingdan qilib beryapmiz. Xo'p, boshda ko'rsatgan Seventage-mi, qorasi ham bor. Buni ham narxi 3 million 800 ming so'mga chiqadi. Xudo xolasa sizlar bilan Turbo Ferganani YouTube kanalida bo'ldik. Hammalaringni podpiska tashlab kuzatib olishlaringizni xohlab qolgan bo'lardim. Agar zarur bo'lsa, hozir endi ko'rsatilmagan brendimiz ko'p, boshqa do'konlarimizda ham bor. O'zimizga aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib bitkazib beramiz narxlar.